Alloh taolo har birimizga qobiliyat bergan bo'ladi. Bu qobiliyat qalbimiz tubida yashirinib yotgan bo'ladi. O'sha yashirinib yotgan qobiliyatimizni topib, uni yuzaga chiqarib, undan to'g'ri foydalanadigan bo'lsak, hayotda juda katta manfaatlarga, yutuqlarga erishamiz, kerak bo'lsa boylikka erishamiz. Real hayotda bunaqa katta yutuqlarga erishgan insonlar hozirgi kunda juda ham ko'p. Xo'p, bitta misol bilan tushuntiraman. Bir inson biron bir ish bilan shug'ullanib ko'radi. Masalan, hunarmandchilik, dehqonchilik, bog'bonchilik, ilmiy fan bilan yoki ilmiy kashfiyot bilan shug'ullanib ko'radi. Bu yerda tafakkur olamimiz o'sha shug'ullanadigan kasbni g'oyasini oladida qalbga olib kirib ko'radi. Voy, qalb mana buga nisbatan senda muhabbat bormi deydi va tekshirib ko'radi. Ketmon bilan chopib chiqadi, gulchamanlarga zarar yetkazmasdan tafakkur olamimiz ongimizga kirib olib qilayotgan ishini qarang. Tekshirib chiqayotganda qarasa hech narsa gavhar chiqmaydi yerni chopganda. Demak, bu bog'bonchilikka nisbatan qalbda muhabbat, qobiliyat yo'q qobiliyat. Olib qaytib chiqib ketadi. Keyin ilmiy fanga bo'lgan g'oyani oladida, u bilan inson shug'ullanadi-da, uni g'oyasini olib qalbga olib kirgani tekshirib chiqayotganda bir payt taraq etib ketmon tegadi, qarasa gavhar bor gavhar. Gavharni oladida qalbda bir chiroyli bir muborak joyga qo'yadi-da, u gavhar nur sochishni boshlaydi. Nur sochgandan keyin qalb tashqarisida turgan iroda undan quvvat olishni boshlaydi, u nurdan. Quvvat olishni boshlaydi. Ana endi insonda o'sha qobiliyati bo'yicha kuch turib beradi, iroda, quvvat bo'lib beradi. Egilib qolmaydi, bukilib qolmaydi, sinib qolmaydi, iroda turadi oxirgacha. Ana bu yerda ichki ruhiy kuchda iroda o'sha gavhar, qobiliyat gavharidan olishni boshlaydi. Bu yerda irodamiz. Va bu yerda aql o'sha g'oya bo'yicha tahlil qilib insonni yo'naltirib beradi. Baland, past, to'g'ri, noto'g'ri, xato o'shalarni ko'rsatib tahlil qilib beradi. Ong tafakkur olamiz bu yerda qiladigan vazifasi. Ana insonda kamolotga erishishlik uchun tafakkur olami, qalb va o'rtada iroda. Mana shu 3 ta omil insonni buyuklik sari yetaklaydi. Ana o'sha holat bilan inson atrofidagi voqeliklarni, ishlar bilan shug'ullanib, tahlil qilish natijasida qalbidagi gavharni topadi yoki kitob o'qib dunyo qarashini kengaytirish bo'yicha o'sha kitobdagi mavzularni olib qalbimizga taklif qilish yo'nalishi bilan inson o'zini qobiliyatini anglab yetadi. Birinchisi atrofidagi ishlar bilan shug'ullanib anglab yetadi. Ikkinchisi kitob o'qib dunyo qarash kengaytirib, keyin qalbidagi yashirinib yotgan qobiliyatini anglab yetadi inson. Shu holatda har birimizga anglab yetib, qobiliyatimizdan to'g'ri foydalanib, bir marta kelib ketadigan dunyoda katta yutuqlarga erishib ketishligimizni Alloh taolo barchamizga nasib qilsin.